Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda millionlagan kishini turma va lagerlarga qamab, 100 minglagan yoshni arzon emgak kuchi nomida Xitoy o'lkalariga yetkazgandan keyin turli e'tibor siyosatlar orqali Xitoylarni Sharqi Turkistonga kelib xizmat qilishga rag'batlantirmoqda. Turkiston vaqti to'rining xabar qilishicha, Xitoy doiralari chiqargan bir uqtirishda Xitoyning xohlagan yeridan Xotan viloyatiga fidoyi bo'lib kelganlarning ishga o'rlashtirilganligi, uy berilganligi, magistrlik o'qimoqchi bo'lsa, butun chiqimlarni davlat ko'targanligi, shundaqla ijtimoiy farovonlik sug'urtasidan bahramon bo'la oladiganligini va'da qilgan. Shundaqla yana magistrlarning eng to'van maoshining oz deganda 7400 yuan bo'lganligi, eng dastlabda o'rinlashib olish uchun davlat tarafidan 50 ming yuan berilganligi, uy setib olsa 100 ming yuan yordam qilganligi, doktorlarning bo'lsa maoshining eng to'van bo'lganda 8 ming yuan bo'lganligini bildirgan. Sharqi Turkistondagi bostirish harakatlari va jazo lagerlari bilan dunyo kun tartibidan tushmayotgan Xitoy g'ayri rasmiy ma'lumotlarga asoslanganda 2018-yili 1000 ga yaqin o'lim jazosi ijro qilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti dunyo miqyosida o'lim jazosining 3dan 1 qismi azalganligini va 10 yildan ko'proq vaqtdan buyongi eng tuvan saviyaga tushganligini e'lon qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining doklatiga asoslanganda 2018-yili 20 davlatda jami 690 kishiga o'lim jazosi ijro qilingan bo'lib, o'ldirilganlar soni eng ko'p bo'lgan Erondami 50% tushish ko'rilgan. Sudandagi harbiy o'zgarishdan keyin davlat raisi Ömer al-Bashir iste'fo berib qo'lga ilingan edi. Arqa-arqadan yuz berayotgan bu ishlardan keyin Sudan mudofaa ministri va vaqtliq harbiy komitetining raisi Awad bin Auf iste'fo berganligini e'lon qildi. Aljeriyada Abdulaziz Bouteflikaning iste'fosidan keyin vazifaga o'ltirgan Abduqodir bin Salihning 4-iyul saylam o'tkazilganligini e'lon qilishiga qaramasdan 8-haftasida 100 minglagan kishi qatnashgan namoyishlar davomlashdi. Namoyishchilar tush vaqtidan boshlab poytaxtning har qaysi joylarida to'planib, namoyishlarning simvoli holiga kelgan markaziy pochta binosiga qarab yurish qildi. Fransiya tashqi ishlar ministri Van der Muhil Isroiliya doiralarining Iordan daryosining g'arbiy qirg'oqidagi o'xshash bo'lmagan joylardagi Yahudi o'ltiraq rayonlarga 4800 yangi bino silish qarorini tanqid qildi. 1967-yili Isroiliya tarafidan ishg'ol qilingan g'arbiy qirg'oq rayonida 250 ga yaqin qonunsiz Yahudi o'ltiraq rayoni bor bo'lib, 40 mingdan ortiq Yahudi yashaydi. Xalqaro qonunlarga asosan ishg'ol ostidagi zaminlardagi barliq Yahudi o'ltiraq rayonlari qonunsiz deb qabul qilindi.